O'zbek futbolining haqiqiy qutqaruvchisi haqida gaplashamiz. Asli millati nemis bo'lgan Aleksandr Genrix Toshkent viloyatida tug'ilgan. Sasha faoliyati davomida Paxtagordan tashqari Rossiya, Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qozog'iston chempionatlarida to'p suradi. Biroq Genrix terma jamoa safida umuman boshqa darajadagi futbolchi edi. Uni hamma yaxshi ko'rardi. Genrix terma jamoa safida ko'p hollarda ikkinchi taymda maydonga tushardi. Milliy terma jamoaning eng qiyin pallasida, oxirgi daqiqalarda aynan Sasha jonimizga oro kirardi. U shunchaki futbol o'ynamasdi, u haqiqiy shoumen edi. Undan istalgan paytda mo'jiza kutish mumkin edi. Ba'zida muxlislar uni maydonga tushishini murabbiydan talab qilardi va u maydonga tushishi bilan albatta nimadir qilardi degan ishonch bo'lardi va u yo jarima zarbasi yoki penalti ishlardi yoki gol urardi. 2016-yilda Suriyaga gol urgandan keyin maydon chetida muxlislar bilan selfie tushgani yodingizdadir. Keyinchalik bu kadr Osiyoda trendga chiqqandi. Genrix Paxtakor qiyin ahvolda qolgan paytda katta transferdan voz kechib, klubga yordam berib jamoada qolgan sodiq futbolchilardan biri edi. Sasha bugungi kunda oilasi bilan Moskvada yashaydi va kelajakda u murabbiylikda ham o'zini sinab ko'rish niyatida. Genrixning o'yinlarini sog'ingan bo'lsangiz, u haqidagi fikrlarni izohlarda yozib qoldiring.